Polkovnik Rahmatov Jahongir Shokirovlar. Toshkent harbiy okrugi Quroltanish boshqarmasi xizmat boshlig'i Polkovnik Qo'ziyev Qodirjon Qopiljonovich. Mudofaa vazirligi 14-299 harbiy qism komandiri Polkovnik Haydarov Abduqodir Xolmamadovich. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari 91-17 harbiy qism harbiy xizmatchisi 3-darajali serjant Minikova Taifa Ramilovna. Mudofaa vazirligi 38-630 harbiy qism tibbiyot punkti boshlig'i 2-darajali serjant Mirzaboboyeva Sayyora Ilhomjonovna. Milliy gvardiya viloyat bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchisi oddiy askar Aliyeva Muxlisa Abduxalil qizi. Viloyat bojxona boshqarmasi smena boshlig'i mayor Abdubayeva Gulnaz Sabrabinovna. Mudofaa vazirligi 33-420 harbiy qism guruh mutaxassis haydovchisi kichik serjant Qosimov Bekzod marhamat. Mudofaa ishlari boshqarmasining aloqa uzeli boshlig'i 2-darajali serjant Qozoqov Olimjon Rahmonqulovich. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari 91-17 harbiy qism harbiy xizmatchisi 2-darajali serjant Eshpo'latov Isroil Bobomurodovich. Milliy gvardiyaning viloyat bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchisi kapitan Mamat